Assalomu alaykum. Hozirda biz atirgul ekilgan maydondamiz. Bu loyiha 2025-yil Xalq banki hamkorligida Toshkent viloyati Qibray tumani Taraqqiy MFida tashkil qilingan. Bu kontur raqamlari 1221, 1222, 1223, 1220, 1219 va 1250 konturlarda tashkil qilingan. Bu hududda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida bu loyiha amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu umumiy maydoni 5,5 gektar bo'lib, bu hududga atirgul ekilgan. Hozirgi kunda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanib kelinmoqda. Ekinlarni yetishtirish 93 kun davom etadi. Ushbu loyiha bo'yicha ajratilgan yer maydoni 11 ta dehqon xo'jaliklariga bo'lib berilgan. Har biriga 50 sotixdan. Loyihani amalga oshirish maqsadida dehqon xo'jaliklariga Yatiti Ismoilova Aziza Aliyevna biriktirilgan lider tadbirkor sifatida. Ushbu loyiha bo'yicha 1 gektar ekin maydonidan 50 ming tub atirgul hosili yetishtirish rejalashtirilgan. Loyihani amalga oshirish natijasida har bir dehqon xo'jaliklari 175 million so'mdan daromad olishi ko'zda tutilgan.